Bizda tunuka o'rish jarayoni ishimiz qizigan sari qizib bormoqda, tunuka ham qizib bormoqda lekin. Bunisi ham bor lekin. Hozirda biza shu ko'rinib turgan joy qolgan xolos. Tunukani yopamiz. Xudo xolasa bugun tunuka ishi tugashi mumkin. Bu tomonlar ham bitgan. Ko'p kishi tunukani kvadrati necha kvadrat chiqadi deganimda 400-350 kvadrat atrofida deb o'ylagandi. Videoda bu orqa tomonlari ham bor-da. Bu orqa taraflarni ko'rinmagani sababli ko'p kishi adashgan. Taxmin qilinglar, bitgandan keyin chetga qilib istoriya qilib necha kvadrat olganimizni aytib beraman sizlarga. Ishimizga prosta like bosib qo'yasizlar. Telegramdan kuzatadigan obunachilar pastda link qoldiraman. Bemalol Instagramga o'tib olib kuzatishingiz mumkin. Instagramda zo'r videolarni ko'rib borasiz. Asosiy videolar Instagramda.